davlatlik birinchi sog'lom yetakchisi Abdurrahim O'zbekiston Cemiyeti'nin hayat azası Bahtiyar Ma'lum bo'laman. Endi men o'zim sog'lomlik sohasidan shug'ullangan, sog'lomlik ma'rifidan shug'ullangan 10 yil yetgan vaqt mobaynida hurmatli radio anglag'uchilar, Uyg'ur 10 yildan beri yangrab kelayotgan bu ovozning sohibi Baxtiyor Sodir bu yil 10 ayning o'ttirlaridan boshlab izdireksiz g'oyib bo'lgan. Bu g'oyiblik oldi bilan uning Shvetsiyadagi ikki qarindoshi Saydijon Sodir bilan Minovar Sodir tarafidan bayqalgan. Akam bilan aloqam 2017dan keyin uzilgan, lekin undidarni ko'rib tura oldim. Oxiri chiqqan 10 qatimliq narsani ko'gilib latdi. Ular Baxtiyorning ushtum undidarga kirishdan to'xtaganligi ve şirket torbitiriki uçlarlarının yanılanmasına qarab, onun bexatarligidan endişeге tushgan ve izdirkini qilishga boshlagan. Şu ukam 10. ayının o'ttirisidan boshlab xabarlarni faqat ko'ramidik. Beşingda uni bundan da sirtdan kuzatib turatdik, saqlanib turibdi bo'lsa. Aloqa qilsak saqlanayotgan deb bizga xotirjamdik. Ular Urumchidagi tonish bilishlar orqali 2 oy surishti qilib boqqan bo'lsa-mu, hech qanday fikrga erishamagan. Akam shu 13-sida yo'qolib ketgandan keyin bir hafta saqlab baxtdan biriga ketgan bo'lishi mumkin deb. Hamda o'ylamda hammadan uyda o'tasi bu qandaqsi bu taloq chiqalaydi deb shuning bilan gumon tushdi ko'nglimga. Biz Baxtiyor Sodirning ahvolini aniqlash uchun Urumchi shahridagi boj, bozor boshqarish va adliya tarmoqlariga telefon qildik. Hay? Ama bozor boshqarishmi? Ama gapirayman. Ama qaysi bozor boshqarish bu? Adada qo'shonsa. Sog'lomlik yetakchisi bo'lib tijorat qilayotgan Baxtiyor Sodir degan bolaninki bu ahvolni aniqlayotgan to'q. Shu bola hozir qayerda? Naschi qarampa. Turgan naxutam qarab qo'ychi. Ha, bir qarab qo'yma. Yaxshi, qanday o'zingizni ahvoli shu? Yaxshi, teşekkürler. Ya hozir anglasak bu Baxtiyorning urug' tuqqanlari hech qanday bu aloqalashamayapti. 2 oycha bo'libdi. Telefonim elanmaydi ekan, undidarga kirmaydi ekan, torbiti bor ekan, xizmatning tijoratning shirkatining torbiti. Uni uchirmagan ishlanmaydi ekan. Shuni qarab urug' tuqqan sirtdagi urug' tuqqanlari bak andish qilishdi. Aloqa qilamayapti. Sizlardan bir uchur ola olamdik. Ben okumadım, şimdi xabar olmadık ki. U balni tutib kesdi degan bir gap bor hozir. Tutib kesdi, tekshirib degan bir gap bor. Bundan xabaringiz bormi? Ya biz okumadık onu. Yani bu sizlik baş tapşırıvatkan, pul tapşırıvatkan, bazabat kırşakı birivatkan boğan ki sizlerini bilen gidemiz mi biz? Kaçan boğa işke? 10. ayının oturulur boğa işke. Biz o haberi fakat anlamadık. Onda da sizin mışı Dilo'dan haberi yok da hatır kaldırsak bulamdı. Bunu hem hatır kaldırışın ki sen de okumadık. Biz alakada oralarını sürüştük. Ma sizlik baş töleyken... Ha, fakat anlamadım abi. Kendisiniz buluyordu. Kaya tutup tekşirivatkanlık hakkıdıçı. Bizi araca koyacaksa habersizce bu işten bu. Ma'lum bo'lishicha, sog'lomlik sohasida Xitoyning davlatlik va abdurumroylik kasbiy organlarining e'tirof qilishiga erishgan va layoqat guvohnomalari bor bo'lgan Baxtiyor Sodir to'rda leksiya so'zlash, kurs ichib yetakchi tarbiyalash jarayonida jamiyatda Baxtiyor muallim deb tanilgan va yaqinqi yillarda o'z nomidagi marka bilan bozorga mahsulot sog'an. Mana oldinda nurg'unlagan ta'kidlanganlar bu nima desalar benimki yangi chiqargan mahsulotim bo'lgan Baxtiyor ma'lumotki qon va oqsil kalsiy ishchiliginiki xuruj tarkibi hisoblanadi. U tijorat ilgarilayotgan 2014, 2015 va 2016 yillari avval Yevropa davlatlariga va oxirida Amerikaga sayohat qilgan. Xotin ikkisi chiqqan, o'mak bilan chiqmagan vaqtida. Yevropaga chiqqan vaqtida o'mak bilan chiqqan. Yaqinqi 6 yildagi tutqun harakatlarda chet elga chiqqan bo'lish muhim tutilish sabablaridan biri bo'lg'achqa Saydijon Sodir bilan hadisi Baxtiyordan har vaqt andishib kelgan. Saydijonning deyishicha, ular ansirgandek Baxtiyor 2017 va 2018 yillari uda 2 yil nazorat ostida yashagan. Mangan tug'indan soqchilarga doklad qilib turgan. Vatandagi og'aylarimdan shu o'qishma yo'llar orqali qancha ahvollarni egallab turganchiman. Shu akamni 2 yil nazarband qilibdi-ki, 2017 yillari atrofida bo'lsa kerak ya 2018 mo turmaga so'limay, lagerga ketmay, uyda ma'ldan ketmaysa, ma'ldan amalga o'tmaysa degandek shunday nazarband ostida. Bu qatam uning bir oycha izdirik bo'lmasligi, uning ustiga bu g'oyiblikning qamal mezgilida yuz berishi, uning ikki qarindoshining burni pirab turgan bir falokatchilikdan, ya'ni Baxtiyorning tutqun qilinganligidan aniq shabi bergan. Endi bu 10. o'ttirishda fikrlar yo'qolib ketdi, ansirab shunday qalimizni qirib oldi. 3 balası var, ailesi var, küçük 5 yaş bunun balası. Telefonumuzda qabul qilgan Xotan yo'li saqchi xodimi
Baxtiyor Sadirning qaysi qamoqxonada ekanligi haqidagi savolimizga javoban bu ma'lumotni Qarlig'ay soqchixonasi bera oladiganligini bayon qildi. Shida, bey xitiyo Sadir, bey nayga paysoday bo'ldi. 125派出所的。他反正是什么时候？我现在还没办法给你回答这个事，你现在就我告诉你这个电话，你打一下2562110，2562110，你说你我需要就分局领导。没有，我分局领导，我这是指挥室，我现在给你还没有办法，我这还这样子，我就说呀，你打到这个派出所，你说你给他说一说这个事儿，他就明白了。Qarlig'ay soqchixona xodimi Baxtiyor Sadirning tutilgan kuni o'zining naq maydonga chaqirtilganligi, ammo Baxtiyorning nima uchun tutilganligi haqida rasmiy uchurga erishamaganligini tilga oldi. Ma Baxtiyor Sadirning bu delosi haqida bir ma'lumot olaylik degan to'q, sog'lomlik yetakchisi. Shu bola bu nima sababdan tutildi? Bizga hozir oshkorlamadan emasmi? Maymiz hozir chiqib qolgancha. Shu uydan tutib kelgan soqchilarning orasida sizdan bor edi-ku. Bu ishchi bana gap qarang. Soat 2:30 atrofida uyda o'ltasam bir telefon keldi bizning idarada. Cho'mida ish bo'lib keldi. Keldi at bir 6:30 atrofida adam tuzgan tutib bo'ldi. Ishtiga qaytib keldi. Deyilishicha, u faqat soqchi do'stlaridan Baxtiyorning undidoridan mas'ul chiqqanligi va davlat maxfiyatligini oshkorlash gumoni bilan tutib tekshirilayotganligini anglagan. Unda xizmatdoshlaringizdan anglag'aningizdami? Uzala alsam jannahmadan bir rasmlarni tatib yo'llagan bo'ldi undarga yoki basani to'pga. Shuning bilan alsam shuni to'xtatib qo'yib bir taraf qildi ekan deb gaplar aldim paranlarni buguncha, lekin u to'g'ri men inchki o'qib ketmayman, o'zim yig'imni bilmdan boshladim. Ya burun endi chet elga chiqqankan shu chet el sabri bilan munosabatli bo'lish mumkinmi deb o'ylaymiz-ku. Uni uqmaydi ekanman. Saydijonning deyishicha, bir qo'li ojiz bo'lgan Baxtiyorning meyitlik kinishkisi bor bo'lib, akambek unosti bir qo'li meyitdi-ku akamning o'ng qo'li. Kichik vaqtida kuyib qilib kesayotgan qo'lni. Mashina hamda ojizdi u bizacho. U o'zini ayash va tijoratini daxliga uchratmaslik uchun o'zining bexatarlik masalasida alohida ehtiyotchan bo'lib kelgan. Mush sababdan uning Shvetsiyalik ikki qarindoshi Urumchidagi dadasining o'lim xabarini Baxtiyordan emas, jamiyatdagi do'stlaridan anglagan. Ufkam bilan hatta dadam tugab ketgandimi o'tgan yili. Bu ufkamdan hech qanday bu dadam tugab ketdi. Biz xabarni qilmagan qo'rqib. Bizmi boshqalardan angladik. Dadamning tugab qolganini hatta tugash oldida bir og'iz gap turam degan o'zimning fikrim, o'zimizning bir qilmishmi og'izdan bir dadamning vasiyatini so'rayotgan ahvol ostida shunchalik diqqat qilgan ahvol ostida. Ammo shuncha ehtiyotchanlikmi uni 2017-yildan buyon ko'p sonda Uyg'urning beshiga kelgan tutilish qismatidan saqlab qolinmagan. Mazkur soqchi xodimi Baxtiyor Sadirning undidoridan chatoq chiqqanligini yushmagan bo'lsa-mu, ammo konkret qaysi qilmishining davlat maxfiyatligini oshkorlash gumoni qo'zg'alganligini deb bermadi. Yoki Shvetsiyadagi qarindoshlar bilan suhbatlashib qolgan, shuningda bir chatoq chiqib qolgan ahvol bormi? Yo'q, uni uqmaydi ekan. Chaqirilganda keldingiz, ammo bu nima ahvol deb buni so'ramadingiz. Biz jaqa organlarniki aloqa qoidamiz bor. Biz nima ish bo'ldi deb so'ray o'zingizni so'rmaysizlar. Biz aniqlik berib qilamiz. Masalan, shu so'rash bo'lmaydi. Bu yil 46 yoshga kirgan va 3 bolaning dadasi bo'lgan Baxtiyor Sadirning tutqunda ekanligi dalillangan bo'lsa-mu, qaysi qamoqxonada ekanligi va delosining qaysi bosqichda ekanligi hozircha ma'lum emas.